Feruza Normatova barchasini tan oldi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bir necha kun oldin aktrisa Feruza Normatova 23 yoshli MMA jangchisi Olloyor Abdushukurov bilan unashtirilganini ma'lum bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda Olloyor Abdushukurovning avval bir necha marta uylangani haqida gap-so'zlar tarqaldi. Aktrisa Instagram sahifasi orqali barcha kuzatuvchilarga murojaat qilib, ushbu mishmishlarga izoh berdi. Aktrisa Instagramdagi jonli efirida obunachisining farzandi bo'lsa ham sizga farqi yo'qmi degan savolga quyidagicha javob berdi. Ajrashganlar-ku, nima farqi bor? Men 18 yoshli qizmanmi? Agar o'zimdan yoshi katta erkaklarni kutsam, hammasi uylanib ketgan. Kimningdir erini tortib olish kerakmi? Bo'lajak turmush o'rtog'im ular bilan yashab yurgan bo'lsa, ajralgan. Yaqinda bunga 1 yil bo'ladi. Men sizlarga haqiqatni aytaman. Turmush o'rtog'im uylanmagan dedim. Ular rasman uylanmagan. Kim bilan yashab qanday hayot kechirgan bo'lsa, ikkala qiz ham yaxshi inson. Bittasining farzandi bor. Xalq taniydigan qiz, obro'si bor. Yoshi mendan kichkina, hayoti o'xshamagan. Ikkala qiz ham avval turmush qurib ajrashgan ayollar ekan. Mening turmush o'rtog'im bilan u qizlarning shar'iy nigohi bo'lganmi, yo'qmi, men tepasida turmaganman. Men bilganim turmush o'rtog'im bilan tanishganimda birinchisi bilan ajrashganiga salkam 1 yil, ikkinchisi bilan ajrashganiga kamroq muddat bo'lgan. Farzandim bor, unga qarayman. Ikkinchisi homilador, unga ham qarayman. Kartasiga pul tashlab dorilar kerak bo'lsa, nima kerak bo'lsa hammasini qilaman. Chunki men farzandlarimni ko'chaga tashlab qo'ymayman deb menga aytganlar. Xo'p deb buni qabul qilganman. Mening hayotimda hozir hech kim yo'q. Uylanmoqchiman deganlarida rozilik berganman. Ungacha biz gaplashganmiz. Otam onamdan borib rozilik olib kelgan. Onalari bilan tanishtirgan. To'ygacha birgalikda ancha vaqtimiz o'tgan. Men hech kimning hayotini buzib kirmadim. Birovning bolasini yetim qiladigan qiz ham emasman. Turmush o'rtog'imning ikkinchi farzandlari ham eson-omon tug'ilib, shuni sen boqasan deb olib kelsa boqaman ham. Chunki bola u. Men hech qachon yosh bolaga nafrat bilan qarab birovning bolasi demaganman. Ayollarga doim hurmat bilan qarayman. Hech qachon hech kimning tanlovini haqorat qilmayman. Birga yashash, so'ng ajralish ayb emas. Birga yashagan, ammo nima sabab ajralishgan men bilmayman. Ikkinchisi bilan ham biror sabab ajralishgan. Muhimi ularni ajratgan inson men emasman. Turmush o'rtog'im avvalgi ayollari bilan ajrashgan. Feruza Normatova bo'lg'us turmush o'rtog'im MMA jangchisi Olloyor Abdushukurovning birinchi munosabatdan o'g'li borligi hamda ikkinchi turmushdan ayoli homilador ekanligi haqida shunday deydi. Mengacha ularning ajrashgan va hozir hayotda men borman. Ko'chada 10 ta farzandi bo'ladimi? 100 tami menga aloqasi yo'q deganman. Agar uyga olib kelib shu bizning farzandimiz, katta qilamiz desalar, men mamnuniyat bilan katta qilaman. Hech kimni ajratmayman. Birinchi farzandlarning ham rasmini ko'rganman. Juda ham shirin bolacha. Ajrashgan bo'lsa, endi turmush o'rtog'imning boshqatdan turmush qurishiga haqqi yo'qmi? Xorazmliklar turmush o'rtog'imning hayotlarini bilar ekan. Qanday qizlar ajrashgan, nima sabab bo'lganini ham bilishadi. Biz gaplashib bir-birimizga to'g'ri keldik. Muhokama qilish odamlarga emas. Men qo'ygan videolar, gapirgan gaplarimning u ikkita ayolga aloqasi yo'q. U biz haqimizda har xil gap gapirib, fitna qilib yurgan g'iybatchilarga tegishli. Hech kimga adovatim yo'q. Hamma baxtli bo'lishga haqli. Birinchi qiz hayotimga yaqinda boshqa inson kiradi debdi. Allohdan unga mukammal baxt so'rayman. Xuddi shunday ikkinchi qizga ham tuhmatchilarga boshqa hech qanday gapim yo'q deydi aktrisa Feruza Normatova. Shunday ekan, Feruza Normatova haqiqatda baxtini topdimikan yoki ikki ayolni baxtsiz qildimi? Bunda sizning fikringiz qanday? Barcha baxtli bo'lishga haqli deganlar video ostida bir dona like tugmasini bosib, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga barchasini ko'rsatamiz.